teng sherik bo'lamiz. Bo'lmasa, Assalomu alaykum. Va alaykum amaki. assalom polvon. Qalaysan? Yaxshi. Yaxshimisan? Barakalla. Ada, qayerga ketyapsiz? ishga ketyapman. Manam siz bilan boring. Sanchi men buni olganda faqat o'zing yegin, xo'pmi? Akalaring ko'rmasin. Nega ko'rmasin? Sen xo'p degin, o'zi bir dona shokolad bor. O'zing yeg, xo'pmi? Bor, cho'pa. Rahmat. Kir. Bo'lmasa-chi Bekzod, qolgan hamma gaplarni bafurja ofisda gaplashaylik. Nima deding? Bo'ladi Shahzod, faqat yo'ldan kofe olib olaylik. Ketdik. Alo. O'tog'a, labbay assalomu alaykum. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Nima muammo o'zi? Pul? Tushundim. Tog'aman Toshkentda emasman-da, hozir viloyatga chiqib ketuvdim. To'g'risi, ortiqcha pulim yo'q-da, tog'a hozir. Xullas to'liq bino mendan va 25% pul tikaman. Sen qolgan men aytgan summani tiksang, teng sherik To'xtang, bo'lamiz. mumkin emas yo'q. Qoch dedim, qoch, yo'lni bo'shat. Hozir ketaman. Shahzod aka, insof kerak-da ozgina. 2 oydan beri bolamning mazasi yo'q. Doktorga olib bora olmayapman. Men sizdan o'zimni haqqimni so'rayapman. Odam sarson bo'lib ketdi-yu. Birinchidan siz kimsiz? Nurafshondagi obyektda elektrikasini qilganmiz. Nurafshondagimi? Menga qarang o'g'ayni. Oila muammo hammada bor. Hammada muammo bor. U meni problemam emas. Ikkinchidan, u obyektdan hali daromad olmadi. Men mehnatni qilib bo'ldim. O'zimni halol pulimni so'rayapman. Agar pulini oladigan bo'lsa, buxgalter aloqaga chiqadi sizga. Endi biza bankmiz. Kabinetni bo'shatib qo'yasiz. Sog' bo'ling. 2 oydan beri shunaqa deysizlar. Uzr Bekzod. Qancha qo'shishim kerak bo'ldi shunda? Sanmi? Sen hech qancha qo'shishing kerak emas. Men menimcha sherik tanlashda adashdim. Bir gap bor. Agar sheriging halol bo'lsa, uchinchisi yaratganning o'zi bo'lar ekan. Agar sheriging halol bo'lmasa,